Assalomu alaykum. Men G'uzor tumani Qashqadaryo viloyati G'uzor tumani 34-milliy ta'lim maktabining 3-D sinf o'quvchisi O'ktamov Temur bo'laman. Bugungi loyihada men robototexnika dasturlashiga yangi internetdan loyiha yaratdim. Uni telefonda bajardim. Uning yurishi mana. Led kursi. Mana uning kodlari. Boshlash tugmasini bosganda davomiy takrorlash, qurilmani to'xtatish va agar tugma 1 ni bosganda ledni yoqish, qurilmani harakatlantirish, oldinga yurish. Agar tugma 2 bosilganda ledni yoqish, qurilmani harakatlantirish, orqaga yurish. Agar tugma 3 ni boshlanganda ledni miltiratish va qurilmani harakatlantirish, chapga yurish. Agar tugma 4 ni bosganda ledni miltiratish hamda qurilmani harakatlantirish, o'ngga yurishi. Mana uning boshqarishlari, oldinga va burilishlari. Agar 1 ni bossak led yonib turadi, 2 ni bossak led yonib turadi, 3 ni bossak led miltiraydi, 4 ni bossak led miltiraydi.